ko'ramiz va men shu maqsadimga yetdim va mening orzuim ushaldi. Ayta olmaganimizni bugun albatta sizlar uchun kuylaymiz. Afsonaviy Setora guruhi bilan qo'shiq kuyladik. Va Fariyadaman mazza qildim. Kamilani o'rnini duetdoshlar bosmadi. Biza nimadir o'ylashimiz kerak edi. Har kuni a'lo darajada biza uchun o'tadi konsert. Mehmonlarimiz, aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum, vafodor muxlislarimiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Ayrim sabablar bo'yicha bilasizlar, bugun biza to'liq tarkibda emasmiz, lekin bunga qaramay biza yolg'iz emas biza, chunki sizlar bor. To'g'rimi, Laylo? To'g'ri. Hayot degan sen
Davron Kabulovdan taklif keldi. Munisaxon Sitora guruhi bilan birgalikda duet aytsangiz bo'ladimi deyishganda, albatta bu meni eng katta orzum bo'lgan yoshligimdan. Shu uchun men yoshligimda katta muxlisi bo'lganman Sitora guruhini. Ayniqsa o'zimni xonamda butun xonam ularni plakatlarida bo'lardi-da, rasmlarda. Ayniqsa Kamilani sevardim, chunki Kamila bilan juda o'xshash chehramiz bor va mana shunaqa orzuga yetdim. Va albatta ko'rib turibsizlar, odam orzu qilsa va albatta orzulariga erishadi. Aytishadi-ku, yaxshi niyat yarim mol yoki yarim davlat. Shuning uchun orzulariga ishonish kerak va albatta ular ijobat bo'ladi. Eng asosiysi mana shu qalb bilan, yurak bilan, chin yurak bilan islash kerak. Shunaqa gaplar, Sitora guruhini sevamiz va men shu maqsadimga yetdim va mening orzuim ushaldi. To'g'risini aytsam, Vafadoring trekini juda ham yaxshi ko'rardim. Sevardim, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam. Bir payt ilhomlandim, qo'shiqni yaratdim. Men tilimda remix deyli, lekin biz baribir Sitora guruhi bilan yangi zapis qildik. Yangi ovoz zapisini studiyada yozib oldim va ular bilan birgalikda yangi versiyasi chiqdi. Vafadoringga. Ularni masalan oldingi versiyasi 16 yosh bo'lganda, hozirgi biz birgalikda chiqargan versiyamiz уже hozirgi kunga yarasha yilni boshida chiqdi-yu, xuddi shunaqada. Lekin ilhomlanganimda yo'q demaganiga xursand bo'ldim ularni. Va eng qizig'i, konsertimda o'tgan yil o'zi birinchi marta qo'ydim konsertni Xumoda. Bu yil lekin ular bilan birgalikda nasib bo'ldi chiqishga konsertda. Juda ham o'zgacha bo'ldi. Xumo arenada ko'ruvdinglar qanaqa o'tganini. Shunga hozir ham ular bilan birgalikda taklifi bilan rad etmadim. Конечно, jonda уже ikkinchi kun podrяд konsertda birgalikda Drujba narodov xalqaro do'stligi san'at saroyida birgalikda. To'g'ri, menga o'zgacha непривычный bo'lsa ham bu o'tiradigan joylar, masalan, menga turadigan har doim fan zona bu yerda o'tiradigan bo'lsa ham, lekin auditoriya, publika juda ham siq kutib oladi meni. Shunga xursand bo'laman. Hammaga yoqdi qo'shiq. Shunisiga men nima ayta olaman? Sitora guruhi baribir afsonaviy qoladi.
alaykum assalom. Afsonaviy Sitora bilan siz orzu qilgan insonlar bilan duet yaratilishi va bugungi chiqish haqida. To'g'risini aytsam, menga bu yangi yil bayrami sovg'asi bo'lib qoldi. Men umuman kutmaganman, faqat orzu qilib yurardik. Yoshligimizdan kecha ham sahnada aytdim. Sizlarning konsertingizdagi biz endi biletlar qolmagan paytida darvozadan oshib tushganmiz edi, kerak bo'lsa. Qonlar chiqib, militsiya quvlagan, amallab tushganmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham. Yaxshi niyat qilganman. Alhamdulillah, Allohim ortig'i bilan berdi. Birga afsonaviy Sitora guruhi bilan qo'shiq kuyladik. Va shefariyadan men mazza qilaman. Endi bu qo'shiq Sitoradan ham ko'ra mashhurroq. Aynan buni tanlab, aynan buni sizga taklif qilishganini siz qanaqa xursand bo'ldingizmi? Men xursand bo'ldim. Bu orzuyim-ku, yoshligimdagi orzuyim va sahnada birga turib qo'shiq aytish. Vashi fanatiman-da o'zim Sitora guruhi. Bu qo'shiqni, muxlislar bu qo'shiqni Ravshan Sobirov bilan eshitishgan. Do'stligida chiqmasligidan, xarid qo'lishdan qo'rqmaysizmi? Allohga tavakkal. Allohga tavakkal qildik, harakat qildik, kuyladik, qo'ldan kelgancha alhamdulillah Allohim bizani xalqimiz bilan birga podдержка qildi. Biz xursandmiz. Sizning talqiningiz ham juda ham chiroyli chiqdi. O'ylaymanki, shunaqa bo'lsa kerak. Men uchun aziz bo'lgan ko'zim kelsa seni ko'rganday bo'laman. Ko'z o'ngimda dilda yagona zorim bor. Zoriqib kutgan ko'zim tez o'tmasa, hech ketmasa.
har kuni a'lo darajada biza uchun o'tadi konsert. Biza albatta hayajonlanamiz judayam, chunki qo'shiq aytishimiz kerak, yana o'yin o'ynashimiz kerak, qatdan chiqishi, qatdan kirishi, hamma narsa ko'p zadachalar boshda qolish kerak. konsertlarni birinchi kuni asosan imtihon sifatida o'tadi, repetitsiya deymiz. Ikkinchi kungi seansdan keyingi his-hayajonlar qanaqa? Bilasiz, Ancha o'rgandinglarmi? yo bilasizmi, bugun hayajon ko'proq. Voy bilmayman nimaga, lekin men bugun o'lib qolay dedim. Bilmayman, men juda ham hayajonlandim va o'ylaymanki ertaga unaqa bo'lmasligini. Mana o'sha mashhur qo'shiqlar bu safar faqat yangi duetdoshlar bilan bo'ldi. Mana shular haqida ular bilan ishlash qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Nabarot. Hamma duetdoshlar yaxshi, hamma mashhur do'stlarimiz va biza bundan faxrlanamiz, duetdoshlarimizdan. Konsertdagi yana eng bir populyarniy chiqish bu albatta Leylani chiqishi bo'ldi. Ha. Siz qo'rqmadingizmi umuman mana shu sahnada? Uyalyapman. Bilasizlarmi, Savollar bor. tepalikka chiqish bu spetsialniy kostyum bo'lishi kerak edi. Hamma odamlar o'ylaydiki, bu oson ish deb. Lekin bu ishni hamma qila olmaydi. Bu kostyum prozrachniy emas. O'zinglar Bu mana ko'rib turinglar. Bu kostyumda emas, o'zingiz qo'rqmang. ne, endi biz o'qiyapmiz-da, kommentariyalarni ham ko'ryapmiz. Voy nimaga mana bunaqa kostyum, bunaqa kostyum. Odamlarga aytmoqchiman, sizlar konsertga nafaqatki kostyumni ko'rishga kelmayapsizlar. Sizlar fanat sifatida bizani ko'rishga kelyapsizlar, bizani qo'shiqlarimizni eshitishga kelyapsizlar. O'shaning uchun o'ylab ko'ringlar. O'ylab ko'ringlar. Siz o'zingiz nima degan Yozganda. Menga farqi yo'q, baribir. Kichkinagizdan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Chunki hamma ham qila olmaydi, Yo'q. o'rtadan chiqa olmaydi. Shu bo'yicha gapiraversangiz. Ты с детства занималась разве этим? Yo'q. Bir oy. Bir oyda Men shunaqa natijaga. juda talantlivoy. Yo'q, lekin Laylo bizada sportivniy qiz. O'zingizlar bilasizlar, постоянно sport bilan shug'ullanadi va sirkka qatnashgan va o'rgangan. Juda ham zo'rman deb o'ylayman bu tryuk. Hech kim qila olmagan, lekin estradada birinchi marta bunaqasi. To'g'rimi? Bo'lmagan, birinchi marta homiladorman chiqqanman. O'zbekiston estradasida. Birinchi marta Laylo gimnastika bo'lib chiqqan. Shunan Kamilani o'rnini qaysidir ma'noda o'sha boshqa xonandalar bosib turishdi. O'z umuman duetdoshlarning o'rni qanchalik bilinyapti? Kamilani o'rnini duetdoshlar bosmadi. Biza nimadir o'ylashimiz kerak edi. Qiziqarli narsalarni va biza shuni o'ylab topdik. Lekin hammanglar bizga savol bergansizlar konferensiyada. Kimdir chiqadimi? Men bergan edim. Mashhur odamlar kim bo'ladi? Mana sizga ответ savolingizga. Surpriz qilgansizlar demak. Endi qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Duetdoshlarni qaysi kriteriyalarga qarab tanladinglar? Masalan, Munisni. Munisa Rizayeva, Munisa Rizayeva bizani do'stimiz. Juda ham yaxshi san'atkor, ovozi kuchli, chiroyli. Qo'shiqqa kelganda biza qaysi qo'shiqni Munisa bilan kuylaymiz deganimda Laylo srazu esimga tushdi. Eshitmaydi, endi faryodim zo'r chiqdi. Juda ham yarashdi Munisaga shu qo'shiq. Hammanglarga kattakon rahmat. Juda xursand. Rahmat. Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat.